Bunchalari hali endi yetilyapti. Fatiniya daraxtimiz 5 yasharlik mana, 5 yoshligi. Vitosforum sensorlarimiz. Bular ham yangilik. Bular Eron shamshod, import shamshodlar. Bular Magnolia. Magnoliyami kattalar? Magnolia bu, ha, italyanskiy Magnolia. Necha puldan chiqadi bular? Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Gul ishqibozlari, qiziquvchilar uchun Yevropa davlatidan dehqon akalarimiz katta partiyada kameliya gullarini olib kelib qo'yishdi. Mana juda ham chiroyli ochilar ekan, o'zingizlar bir baho berib ketasizlar. Bu gulimizni zo'r xususiyatlaridan biri qishin yozin ochilish xususiyatiga ega ekan. Agar sharoitini qilib bersangiz, mana turishi xuddi shunday bashang holatda daraxtsimon ko'rinishda bo'ladi. Bo'ylari 2 metrgacha cho'zilar ekan. Yana bir zo'r tarafi -5 gradus sovuqqa ham chidash xususiyati bor ekan. Endi buni narxini dehqon ukamiz eng arzon narxda qilib beramiz. Bunaqa narx bo'lmagan aka deyapti. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib berar ekan. Hozir Diyorbek ukamiz o'zi qisqacha ma'lumotlarini tanishtirib o'tadi. Xormang Diyorbek. Salomat bo'ling aka. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Katta partiyada kameliya gullarimiz yetib keldi mana, xudo xolasa. Gullarimizga katta chegirma berish niyatida yangi video olyapmiz. Gullarimiz holatini ko'rsating. Hadi yana tanishtirib o'taman. Bu yerda tayyor azlar, mana g'unchalab gullashga tayyor bo'lib turibdi. Nechta g'unchasi bor? 30 ta 40 tadan g'unchasi bor. 30 ta 40 tadan. Har birida bor, mana bular ham o'sha g'unchalab ochilishga tayyor holatga kelib turibdi. Azlar bir oy oldin ham videosini qo'yganmiz, chamasi mart oylarida, mana ekranda rasmini ko'rishingiz mumkin. Chaman bo'lib ochilib yotgan edi. Uka, buni bo'yini to'g'ri aytdimmi, 2 metrgacha o'sadimi? Albatta, 2 metr, 2,5 metrgacha o'sadi. O'tgan videomizda guli ko'proq edi. Sababi hamma g'unchasi ochilgan holatda edi. Mana bunisi ham xudo xolasa xuddi shaklga kiradi, xuddi shunday ochiladi. G'unchalari hali endi yetilyapti. Mijozlarimizni qo'liga yetib borib uyga ekib bo'ldi deguncha ochiladi. Xuddi shu o'tgan videomizdagi holatga kirishadi. Hammasida g'unchalari bor. Xudo xolasa. Buni qayerlarga qo'yish kerak? Ofis zallarga, ishxonalarga, to'ylarga ekib olishyapti. O'zi aslida bu narsa yer guli aka, yerga ekiladi. Manzarali joylarga, landshaftlarga, agarodlarga ekishyapti odamlar, tomorqalarga. Dom sharoitida yashaydiganlar bo'lsa qo'ysa bo'ladimi? Bo'ladi, albatta. Keyin yana bir yangilik, bu gulimizga sharoit qilib bersiz. O'zi aslida bu gulimiz oktyabr oyidan boshlab mart oxirigacha g'unchalab gullardi. Yana bir yangilik, bu gullarimiz boshqa sorti, bu yangi sorti. Xo'p, sharoitini qilib bersangiz, yil 12 oy g'unchalab gullaydigan sortimizdan keldi, xudo xolasa mana. Juda yaxshi. Xo'p, narxlarini necha pul mo'ljallayapsiz? Yo videoning oxirida aytamizmi? Narxlarni video oxirida tanishtirib o'tamiz. Xudo xolasa yaxshi, katta chegirmada. Azlar to'g'risini aytganda, buni ba'zi insonlar $50, $60, $70, $100 sotishayotgan ekan. Ukamiz vahsha arzon narxlarda qo'yib berar ekan. Xudo xolasa videoni oxirigacha kuzatinglar va like bosib turinglar. Xalqimiz uchun 420 ming so'm narx qo'yildi. Gap yomon. 420 ming so'mdan tanlab olishimi bu? Albatta. Tanlab olish. Hammasi bir xilda 1 metrgacha. Standart hammasini bo'yi 1 metrda. Mana bag'larni ham ko'rsating. Hammasida g'uncha bor. Bu taraflarda ham bor mana. Qaranglar, kichkina bo'lishiga qaramasdan hammasi g'uncha ochib, mana gullab yotibdi. Juda chiroyli holatda. Albatta ayollarimizga, onaxonlarimizga, kelinlarimizga bu gullar yoqmasdan qolmasa kerak. Yana bilmadim, fikringizni kommentda qoldiringlar. Xo'p, endi Instagram, Telegram, YouTube kanallarimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Mana ekranga yozib qo'yamiz. Xuddi shunday yozsanglar, Instagramda ham, Telegramda ham chiqib keladi. Uka, endi buni parvarishi qanaqa bo'ladi? Parvarishlari shu asosiy birinchi o'rinda suvni yaxshi ko'radi, suv bilan dagi joylarni yaxshi ko'radi. Ba'zi bir tagiga solinadigan o'g'itlari bor, biagomiz, kisli to'rix degan o'g'itlari bor. Mijozlarimiz aloqaga chiqishganda tushuntiramiz, batafsil qo'yganmiz. Juda yaxshi. Azlar aloqaga chiqib ko'rasizlar, mana qancha turdagi kameliya gullari kerak bo'lsa, xudo xolasa ukamiz dastavka qilib beradi. Dastavkalari qanaqa bo'ladi? Dastavkalari aka, gulga o'zi zo'r chegirma holatda arzonlashtirdik. Shuni hisobiga dastavkamiz kelishilgan holda. Juda yaxshi. Boshqa turdagi gullar ham bormi? Albatta. Vagnarskiy toza palmalarimiz bor, katta palmalarimiz. Magnoliyalar bor, italyanskiy. Fatiniya daraxtlarimiz bor. Keyin yana bir yangilik, bu fatiniyalarimizni, palmalarimizni, magnoliyalarimizni hammasini sensa kichkina ko'chatlardan bor.
Bularga ham dastavkalar bor, a? Albatta. Lavroviy litsenziyalarimiz bor. Ovqatga qo'shiladigan lavroviy bargini ko'chatlari bor. Hammasida dastavka bor, xudo xohlasa. Juda yaxshi. Undan oldin aytib o'tganimizdek, mana ko'chatxonamizga keldik. Issiqxonamizga. Fatiniya daraxtimiz 5 yasharligi mana, 5 yoshligi. Bag'da urug'dan chiqqan ko'chatlarimiz bor mana. Tayyor holatda. Bular qanchada tayyor bo'ladi sotuvga? Sotuvga hozir tayyor, hozirgi holatda. Urug'dan chiqish paytida sekin katta bo'ladi bu narsa. Ba'zi import toza narsalar sekin katta bo'ladi bilsangiz. Yaxshi. O'rtacha necha puldan chiqadi buni ko'chatlari? O'rtacha 25 ming so'mdan chiqaryapmiz. Kulokka solib berasizlar, a? Varanka. Yo'q. Qanaqa xohlasa shunaqa, lekin Toshkentga chiqaryapmiz. 100 tani bir voq qilib, tomirini salafanga o'rab chiqaryapmiz. Ba'da Vitasforum sensorlarimiz. Bular ham yangilik. Nariyoq tomonda Lavroviy litsenziyalarimiz. Ovqatga qo'shiladigan barkimiz ko'chatlari. Undan oldin aytib o'tganimizdek, mana bag'da keng hajmda, mana bag'larni ko'rsating. Lavroviy list. Bularimiz 35 ming so'mdan. Katta shamshotlarimiz bor, import shamshotlar, sariq barg, oq barg. Yana aytib o'tganimizdek, yana palma, toza palmalar, Magniyalskiy sort. Qishda ham sovuq urmaydi bularni. Palmalardami? Albatta. Hech qaysi narsani, hammasi qishga chidamli. Parnigimizni salafanga o'raganimiz sababi 3 yilda tayyor bo'ladigan narsamizni 1,5 yilda tayyor qilib beryapti. Yaxshi. Bular qanaqa ko'chat edi bular? Bular Lavroviy list ko'chatlari. Ha, bular ham Lavroviy list. Albatta, ovqatga qo'shiladi balki ko'chati. Bu ham qishda barg to'kmaydi, sovuqqa chidamli. Gul sifatida foydalanib, albatta, bargini foydalansa bo'lar ekan ovqat. Albatta. Hozir yangi ko'chirilgan sababli yangi chiqargan barglari so'lib qolibdi. Bu tiklanadi. Kechki salqingacha tiklanadi. Yaxshi. Buni ko'chatlari necha puldan dedingiz? Bular ko'chatlari 35 ming so'mdan. Yaxshi. Bularchi mana, bular qanaqa gul edi? Bular Eron shamshot, import shamshotlar. Bularimiz 300 ming so'mdan. Mana shu turishiga? Albatta. Turishiga. Katta holatda turishi. Bularni ham aytib ketaylik, bular necha puldan chiqadi? Palmalarimiz 800 mingdan chiqadi. Mana shu turishiga. Albatta. Katta kichigiga qarab narxi o'zgaradimi? Hech qancha farq qilmaydi, lekin o'zgaradi. Bo'ylari hech qancha farq qilmaydi, teng ekilgan hammasi. Demak, turlari ko'p. Albatta, yana ko'paytirish harakatidamiz. Qanaqa turi kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Mana ular endi qora shahzodamidi? Bular Magnolia. Magnoliyami kattalar? Magnolia bu, ha, italyanskiy Magnolia. Necha puldan chiqadi bular? Bular 150 dollardan chiqadi. 150 dollardan chiqar ekan. Albatta, g'unchalayapti. G'unchalarni ko'rsatib qo'ying. Mana bu yerda mana g'unchalari. Bir yilda 3 marta gullaydi. Yaxshi. Hop, buni narxini aytdik. Bu qanaqa gul edi endi mana bu yerda ham? Mana bu boshqacha gul Bu bor ekan. Akuba. Akuba. Bular ham italyanskiy, toza gul. Italyanskiy. Necha puldan bular? Bularimizni 80 dollardan qilib beramiz. Donasi 80 dollar. Bu ham shunaqami? Bular Gartenziya. Gartenziyani ko'p odam biladi. Gullaydi, mana g'unchalayapti hammasi. Necha puldan bular? Bularimiz ham shu 70 dollar atrofi. Chiqaradi. Albatta. Bu nima endi bular? Bu shu Fatinani orasiga bitta ikkitalik boshqacha urug' tushib qolgani hisobiga shu biruchina daraxtimiz chiqib qolgan orasidan. Ha. Chiqib qolganlik hisobiga yulib tashlamaganmiz, qo'yga o'rganmiz. Tushunarli. Demak, Diyorbek qanaqangi turdagi gul ko'chat kerak bo'lsa aloqaga chiqishaveradi. Albatta. Xudo xolasa bularni ham hammasini O'zbekiston bo'yicha dastavka qilib berasiz. Albatta, dastavka bor. Faqat dastavka kelishilgan holatda. Aziz kuzatuvchilar, mana sizlarga bugun barcha turdagi gul ko'chatlarini qisqacha tanishtirib o'tdik. Qanaqadir gul kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa Diyorbek ukamiz arzon narxlarda O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib berar ekan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanallarimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Rahmat uka ma'lumotlar uchun. Alloh savdoyingizga baraka bersin. Manzil shu Quva tumani Tolmazor shaharchasi 40 metrlik choraqa. Telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Telefon qilsa, telefon qilaverasizlar. Albatta. Aziz kuzatuvchilar, agar bu ma'lumotni foydali deb hisoblasanglar, albatta ozgina mehnatimizni qadrlab bitta like bosib ketishni unutmanglar. Manzilda aytib o'tib ketdi. Qanaqadir savol bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Do'konni tashqi tomondan ko'rinishini sizlarga ko'rsatib qo'ymoqchiman. Mana bu yerda mana Tolmazorda, ya'ni chorrahasi, 40 metrlik chorrahasi, svetoforning yonidan ozgina bu yoqqa kelsanglar,
Mana shunday Diyorbek ukamizni gullar do'konlari joylashgan. Bemalol kelaverasizlar. Xudo xohlasa barcha turdagi gul ko'chatlaridan qilib berish imkoniyati bor ekan. Qanaqadir savol bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Demak, e'tibor uchun kattakon rahmat. Azizlar, salomat bo'linglar.